Assalomu Anarxon. Nimsizmi men tunislarga deyman. Hozir chiroyimga yaxshi qarab olinglar. Birdam turib men tuniyamay qilishinglar mumkin. Chunki men o'zimsiz go'zallashib ketmoqchi. Nishqilab so'ramanglar. O'ylasamni ko'nglim yerim bo'ldi. Canım hocime gelişiyor canım. Hocime beraber peyizken nima o qo'yjimen degan? Uydigan tomoq peyizga gelişiyor. O yali verkesa qarab baqa semirim nima bo'lib ketdi? Ya, o'tganmishmi? Yemeyman. Yigina. Yemeyman, ondan sonra. O aperi. Yemeyman. Kaçtırma. Buraları. Degan chiroyli qiz olar qilib. Kalplarını çıtılasa. Ne qıratsa? Ya, Nima qıratsa? qo'ydim men. Nima deb qaraysa, ha? Konkisni qo'zg'aldimi? Oy, yo'q. Shu qash ko'zdirma yomg'ir yo'q. Pes! Konkisni qo'zg'aldimi? Oy, chiroyliga qarab qo'ydim. Darcha asabmayman chiroyli ekan. Shu qarab qochtir dedi o. Shunda pes. Arlipsizmi? Panda saqlayapsan. Bunda qilmayman. Bunda qarlipsizmi? To'mar, alamat siz. Ne? Al, arlipsizmi? Rasma? Bunu izlama meni. Rasma? Ras. Bu sendan ham. Ha, qanday qildim? Mani sen bergan qo'y. Men To'xta. Mani. Mas. Hey, qalanda. Hey, sen tırnaklarımı al. Bergan. Tırnaklarımni ala ağrılıp gitmesin. Beşiğinden jüet bombamı. Ha? Bak iş bitbarsa cuma. Qalaqasa, uramsa, salamsa. Ha? Sen bergan qo'y mana. Ala. Pes. Ala. Vanın tütündeyim. Pes. Zinaqsınma. Mana, nima qilsang sen? Nima? Sulet. Oyoqni nima bergan? Pes. Qadama oyoqni. Pes. Mana mushta bo'ldi shu. Xat chiroyli qilishib ko'z tutib qo'yma. Ishkonlarning yuzlikdagini olgan vaqt bo'ldi. Nima bilmayman. Siz bilmadingizmi? Narimni qildirsam bular. Mama bu yana texnikasini yaxshi ko'rdimmi? Bu yana texnikasini haqiqatan yaxshi ko'rdim qizim. 60 yoshlik momayni 20 yoshlik qiz bolda qilmoq oson emas. Bir xil ro'y bo'lib ketdim. Qarsan qasiyo ketganda qilsa. Mama? Vah! Mama deydi u. Bu yana texnikasi bo'lamdi nima? Hey. Siz misl tuzatib kelganman. Voy yo'q. Men sizni chiqaram. Bu naringizni tuzatdingiz? Nasıl isteye? Bana karama benim burunqi özünü seçtim burunqi resmimle. Sizmi bu? Güzelliğiniz numarasız geldi. Ha? Kirib chiqaya. Leyla. Vah, mana karamat. Shundoq set odamni pitchab qo'yibdi. Texnikasi yo'q-ku. Demak, men bek go'zallashib ketdikmi? Yuzlarim oppoq, ingaklarim inchiki bo'lib ketsa. Hozir o'g'alarning hammasi ko'z yo'g'on, burni qonshaliq, enki ushliq, qish to'm qizlarni yaxshi ko'ribgan. Bir o'liktirilgandek bo'ldim ya. Ha, bo'pti. Go'zallik uchun bumi arziydi. Ko'zim yo'g'onib ketdi. Shu o'zing yo'g'on qilma degan-ku. Doktor ko'zim bek yo'g'onib ketdi. Voy, bu bek chiroyliqda, ammo bek deb turibsiz, kichikiltib qo'ysak bo'ldi, texnik ilg'or. Kichikildayli ko'zni. Bo'ldi, tayyorlik qilaylik. Qayt o'ylash orqali burnim bilan og'zimni qo'shib o'zgartirday. Ish nima bu qitim texmi go'zal bo'lib ketdim. Bek chiroq ketdingiz. Mama. Ju bek chiroyli bo'lib ketding. Bek yarashdi. Mana
hozir moda bo'layotgan dorday qalpiqimni qanchalik burunqimi ega bo'ldim. Endi uning men qarmag'anligini bir ko'ray. Voy vapasiz, to'qini toqidakli bo'libsa. Yana shu mayma qilayotganini xat hozirla o'zimga qaratmaydigan bo'lsam, qanday men ishlasam bular? O'g'allarni qartishdagi birinchi tozaq mana. Mani? Qarmaydi ya? Hozir tashlagan narsam diqqatdan tatamay qoldim ya. Ha? Mani shilib baqay. Ma bir nima ajab tishimga tegdi ya. Uchib ketib qolgan tish pashig'im qaraydigan odam menga qaramaydi ya. Ha, to'xta. Mana sizlar kichikka qoldim nima? Hey, ma, tushib qolding asli. Qoldimmi? Shu minut deshu. Bilmay qoptiman. Hay tövbe, bu başqalar bu. Bunun bilan bu muskul chiqas, bu qiz qalbi chiqadimi? Üzanglar zanglı qilib ketdinglar. Satning holi chiroyliqning dal deb ma satning zanglı qilib ketganligini. Mening bir amalim bor. Uni sehr kuchim bilan o'zimga qaratay. Mon qara. Also say yo, Master Maximida. I'm your visitor, Akbash Oppa. Ha? Nimesiz? Dip millaqdim men onsom. Muronson shifaqli filyo suyqash. Kechiring, bizniki u fransuz suyqash oqmay vaqo. Hozir Koreyacha tamoqlarni chiqaryapmiz. Isl Koreya tamoqlarimizni tavsiya qilmayman. Bizniki bugungi alohida tamoqlarimiz bo'lsa, Sunning Choysu Hamida, Urishta Apruman Hangyung Kyori Gangyung Hamida. Frans Zurikka Optasimida. Ha? Uningdan boshqa vaqo mana. Simida Shimida Chagiara, Otokita, yangi chiqqan musiqa ko'chirvida, Lagminida Pachqida, Dabenji Qatsda, Simida. Suyqash Simida. Okay, Simida. Hadi. Bir yerler bir xil ya buna. Burnum bilan qalpigimga bo'ldi, biroq inkimsal kichik kep qoldim nima? Toz bo'lsang gadangicha debdika. Men berib inkimni mo'ng'ishib kelay. O'sin to'sib ko'dapma qoldim. Bir avarchilikqa har qatimli kimlik qaytadan rasm tushirgan ishga. Voy, bek chiroyli bo'lib ketdingiz-mi, qarang. Aynaki bek qilishyapsan, tiniqing aynak yuzni xiralashtiribdi. Har qanday narsa bilan orliq saqlasanglar, suzuk ko'rindi. Xo'sh, bo'ldilar. Uning chiroyli ko'rinman deyichi chiqib qahvarimni ichib kiray. Umuda Mashkinga bardaga ya chiqmaganmidi? Vajon. Nima edinglar? Achchiqchi pirojni yeyim bor. Bo'ldi. Aslayanda qilib payzida qilib turdi shu. Hay! Ne qaratsang? Yo'q, shunga ko'zim. Balasharam. Kim o'tsa shuni qaramsan? Yo'q, shu nimiki deb qarab baqdim shuni. Ay, ish poq yishni o'zgartirmaydi, biz tilqingni o'zgartirmaysan sen. Nimanda chiroyli qilaydi nima bunda qarab baqdim shu bat. Quruq topdim, yuvosh ko'radigan o'xshamsan meni. Mashkiston o'yinni ko'rang. Xo'p bo'ldi. Voy. Mushkunga qoldig'ingni biletdim zodi. Shu appaygan bir tot uzukingni deb men tutib qolaman deb o'ylab qoldingmi? Bitta. Men onangni qolgan bilayizkingni men ofirib ber. İşçi mağır getir. Kim tizlep sana meni kutumu? Kim bilen bir yeri? Hopdan bildi. Hop bildi. Hop. Mıstık. 행복해
Anarxan, bu sen mi? Hem de tındoma. Yok. Neymiş qoldun bu yüzüne? Siz yaxşı gördünüz o şunuşdaq burnu uzun, ağız yoğan, inkuşluq kızlar neyşan. Sizden qaytıp gelemikin dep işdaq kızlar. Ben bunda qilishing arzimdi. Aziza. Sen yaxşı gördüğün tutsa. Kechir jinim. Bundan keyin ben butun dunyoni beramisanmi? O'zimning dunyosini berib turib yaxshi ko'raman. Dengizlar sening bo'lsin. Qumliqlar mening jinim. Oy sening bo'lsin. Yulduzlar mening bo'lsin. Har narsa sening bo'lsin jinim. Faqat senla mening. Yürü canım, ben sana çırağını esliye geleyim. Vallahi buna. Neymi degen çırağını koyup yatan canım ey? Buna qarab baqa 100 lira neymi degen çırağını? Neymiş qolsa esliye matançıdan kekiste qilib bu çırağını. Şu işdaq qilsam siz haq qargan tutsangiz. Yo'q canım, u haq qarg'inim emas u. Men endi bundan qarab qo'ygan yerimda u. Endi-chu canım qarasam odam bo'lmay ketay. Mana qaraysan. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Biz ana pishdi. Yaxshimisizlar? Ana pishdini bek sig'indinglarcha uzoq qolibdi ko'rishmaganlar. Biroz bek ko'nglim kelib ketdi anar pishdini. Shunlashqa biz sizlarga shu azroq ana sharbati tayyorladik. To'g'ri. Mushu sizlarni mushu ko'rmanlarimiz ana pishdini ko'ramay bek taqozo olib ketdi deb biz sizlarga alohida anar pishdini alohida filmlarni sunmoqchi bo'lyapmiz. Yaqinda uni lekin nerede ko'rmaysiz? Buni TV'sida ko'rmaysizlar. Buni Chipar qizlar undar salonida ketib olib, tegidiki anar deya xatlar bassanglar, bizning anar pishdini yangi ba'zi bir taqatmoq qismlari keladi. Dahshat qiziqarli. Chipar qizlar! Yaxshimisiz Aqvosh? Shu yaqinda yo'qolib ketdingiz. Nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Ben bu beden çeniqtirish ishlari bilan mashg'ul bo'lyapman. 8 tal muskulimni chiqarib, qo'toq muskulimni. Bir ko'rib boqsak ekan. Cho'qim ko'ramsizlar. Telefonni tayyorlab qo'yinglar hamsa. 8 tal muskul. Mana mushtoq ketdi shu cheniqqa yurib.